Damashq xalqaro aeroportiga bir birodarimizni kutib olgani ketyapmiz. Oxirgi futuhatlardan so'ng Allohning fazli marhamati bilan ko'pchilik birodarlarimiz Shom diyoriga yashash maqsadida kelishlikda ko'p savollar bo'lyapti. Shu safarimiz mobaynida qo'ldan kelganicha mana bularga ham javob berib o'tamiz. Hozir Damashq shahri taxriban 320-350 kilometr atrofida. Bu taraf Halabga ketsa, bu taraf Damashqga qarab yo'l olamiz inshaalloh. Idlib shahrida bugun juma, soat millari 8:43. Ya'ni ertalab juma kuni tabiiyki muborak Shom diyorida dam olish kuni bo'lganligi uchun juda ham nima deydi, hali harakatlar yo'q, odamlar hali dam olyapti. Xo'p, Idlib shahridan chiqib ketaverishda zavtri qilgani ba'zi narsalar olyapmiz. Bu yerda o'zimizni somsaga o'xshash xamirning ustiga mana bunday nima deydi, tvoroglar yoki bo'lmasam tomatlarni solib pishirib beradi. Mana bu yerda esa pitsa bor ekan, kichkinagina. Oldik bularni. Mana bu uchburchak ham somsaga o'xshaydi, ichida jibna deb qo'yadi. Nimasi bor? Tvorog bor. Mana shu zavtrigimiz taxriban $1.5 bo'ldi. Safarga chiqishlikdan avval bir balonlarimizni tekshirtirib olamiz. Chunki safar davomida ravon yurishlik uchun bir tekshirtirib olishimiz kerak. Mana qaranglar, bizdagi radioda mana 94.2 faqat islomiy axborotlar va Qur'on, siyosat, mana shunday faqat ummatning manfaati uchun xizmat qiladigan radiolar ishlaydi. Xo'p, hozir endi qahva sotib olamiz. Chunki safarga chiqishdan avval qahva insonni biroz nima qiladi, trezve ushlaydi. Xo'p, qahvamizni ham olib oldik. Bu yerda qahvalari juda ham ajoyib bo'ladi. Misrniki va boshqa davlatlardan keltiriladi. Juda ham qo'yiq bo'ladi. Ya'ni ichishning imkoni yo'q. Juda ham achchiq bo'ladi. Lekin trezve qiladi odamni. Nima deydi? Safarga chiqayotgan odamga ayni muddao. Bu oylarda eslab turinglar va bizni ishlatishga davom etinglar. Xo'p, hozir balonlarimizni tekshirtirib olgani, kam bo'lsa damlatamiz. Aytishni unutibman, qahvamiz 0.26 sent bo'ldi. Ya'ni $1 ning 4dan biri. Nega dollarda aytyapman? Chunki tushunarliroq bo'lishligi uchun. Xo'p, Saroqibdan o'tdik. Ma'rat No'mon shahriga yaqinlashib qoldik. Allohning fazli bilan yo'llar juda ham ravon. Ko'p qochqinlikda yurgan mazlum xalq sekin asta uyiga qayta boshladi. Kunlar esa Ramazon oyi o'tib, bolalarning madrasasi, ya'ni maktabi kanikul yaqinlashib, mana shunday holat. Taban kanikul bizdagidek sentyabr oyida emas, bu yerda boshqacharoq tartiblar. Har 3 oydami, azmuncha vaqt shunday kanikullar bo'ladi, vallohu a'lam. Ummatan alhamdulillah avval bosqinchi Bashar Asad vaqtida mana shu yo'llarda juda ham to'sqinlar ko'p bo'lgan. Har bir qadamda postlar va ana bu postlarga poralar berib o'tishga majbur bo'lgan xalq. O'tgan kuni bir fabrikani boshlig'i bilan gaplashdik. Aytayaptiki, taxriban deyapti, Halabdan bitta gruzovoy mashina chips zavodining egasi edi. Yo'lga chiqsa deyapti, toki yetib borgunicha kamida $500-800 deyapti, nima berar edik deyapti. Pora berardik har bir postda deyapti. Hozir mana mujohidlarni, musulmonlarni nazoratiga o'tarkan bironta post yo'q. Xalq juda ham xotirjamlikda, emin erkinlikda Idlibdan mana Damashqga qarab, ya'ni poytaxtga qarab ketilyapti. Ba'zi joylarda shahardan chiqishda, kirishda postlar bor. Bu nazorat uchun kerak. Lekin ommatan yo'l ochiq, juda ham ravon. Xalq nima deydi, erkin nafas olyapti alhamdulillah. Ko'rib turganinglardek mana bu avval bosqinchi Bashar Asad tarafidan bosib olingan shaharlarning ahvolini qaranglar. O'g'irliklar bo'lib, uylarini eshik derazasi ham qolmagan.
hattoki tomidagi armaturalarni ham buzib olib ketgan, shunchalik u tarafda ocharchilik bo'lganligi uchun. Va bugungi kunda shaharlar sekin asta tiklanib, Marat Nomon shahriga ham yaqinda elektr toklari yetkazib berildi, alhamdulillah. Hamma shahriga yetay dedik. Mana bu tog' har safar shu Damashqqa yo'lga chiqsak, hamma Humus shaharlariga shu tog'ni ko'rsam, nima deydi, boshqacha his-hayajon o'tadi mendan. Bu Zaynal Abidin tog'i, juda ham strategik baland tog' bo'lib, mana shu bosqinchi Bashar Asadga bo'lgan necha yillik zahmatning ortida bu tog'da juda ko'p janglar bo'lib o'tgan. Ko'p birodarlarimiz shahid bo'lgan, ko'p din dushmanlari yer tishlagan, juda ham strategik joy bo'lganligi uchun bu tog'ni kim olsa, hamma shahrini ustidan nazoratni o'rnatgan. Shuning uchun bu tog' uchun ko'p janglar bo'lib o'tgan avvalda. Subhanalloh. Har safar kelib shu tog'ga yaqinlashganimda boshqacha his-hayajonlar o'tadi. Chunki bizni hayolimizda ko'p yillik tarix aylanadi. Ba'zi birodarlarimiz dokumentatsiya masalalarida so'rashyapti. Dokumentatsiya masalalari xalq uchun o'zlarining pasporti bor, dokumentlar. Biz uchun как военный bilet, askariy nimalarimiz bor. Askariy dokumentimiz bor mujohidlar uchun. Lekin undan tashqari bir muhojirni ko'rsa, bir postda to'xtatib, sizlar bizlarga yordam bergani keldinglar deb arablarda bunday qilib qo'yadi. Ya'ni sizlar boshimiz ustiga deb turib juda ham ehtirom qiladi. Alloh rozi bo'lsin bu kishilardan. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, marhamat qilib, hubbul ansor minal iymon va bughdul ansor minan nifaq. Ansorlarni yaxshi ko'rishlik iymondan, ansorlarni yomon ko'rishlik nifoqdan, ya'ni munofiqlik alomati degan. Shuning uchun shu sizlar boshimiz ustiga degan ansorlarni biz ham Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Safarimiz davom etmoqda. Hamma shahriga kirib ketyapmiz, aziz birodarlar. Inshaalloh duolarda eslab turinglar. Va mana bu aytganimiz o'sha baland Zaynal Abidin tog'i. Juda ham hozir uzoqda, lekin nima deydi? Juda ham strategik joy. Военный bazalar bo'lib, avval bu yerdan turib, ko'p joylarga og'ir snaryadlarni urib turgan bosqinchi Bashar Asad rejimi. Aziz birodarlar, hamma shahridan o'tib Humus shahriga yetib keldik. Esinglarda bo'lsa, mana bu yerda rosa katta bayramlar bo'lgan, birinchi futuhotlar kuni. Alhamdulillah. Holat ummatan yaxshi. Mana bunday remont ishlari ketyapti. Xalq osoyishtaligida. Bugun juma bo'lganligi uchun odam juda ham kam. Hali juma vaqti bo'lmadi. Aziz birodarlar, Shomga o'zi aslida mesniy xalq bu yerga Shomga deganda faqat Damashq taraflarida tushuniladi. Chunki Shomning markazi shu Damashq, Falastin diyorlari bo'lganligi uchun Shomga deyilganda shu Damashq tushuniladi. Biz ham shu yerlik xalqlar aytgani kabi Shomga yo'limiz davom etmoqda. Humus shahridan o'tib taxriban Damashq shahriga 100 kilometrcha qoldi. Xalqaro aeroportga ketyapmiz. Inshaalloh bir mehmonimiz bor, akaxonimiz, shuni kutib olgani. Aziz birodarlar, Humus shahridan chiqarkanmiz Damashqqa qarab. Bu yerda uje zeleniy zonalar, ya'ni uje ko'kalamzorlik tugab borib, sahro boshlanyapti. Mana shu sahro hududlarida Saidnay qamoqxonasi, военный bazalar, shunday narsalarni joylagan. Maqsad shu musulmonlarni qiynaydigan zonalar, bir issiq, shunday sharoitli yomon joylarda bo'lgan va военный bazalarni ham shunday sahroda tog'larni ichiga g'or qilib turib, shunday qilib nima qilgan bosqinchi Bashar Asad rejimi. Buni bu yoqqa ko'rib turganinglardek, Humusdan chiqib bir 50 kilometr chiqqandan keyin Damashqqa qadar mana shunday sahrolik. O'ng tarafimiz Livan chegarasi, Lubnon deydi arab tilida. Bu taraf Suriyani boshqa hududlari. Mana nihoyat mana 319 kilometr yo'l bosib, alhamdulillah Damashq shahriga ham kirib keldik. Shomning qalbi deydi. Juda ham bir faizli shahar. Kirishingiz bilan bir ajoyib nimalar
insonda taassurotlar paydo bo'ladi. Butun boshliq tarix ko'z oldingizga aylanadi. Butun boshliq xilofatlar, butun boshliq islom madaniyat markazi bo'lgan joylar Damashq shahri. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Erta tongda Damashq shahridamiz hozir. Kecha kelib video qilgan imkon bo'lmadi, chunki biroz charchagan ekanmiz. Hozir Damashq shahrining 5 yulduzlik mehmonxonalaridan biridamiz. Taban bu poytaxt bo'lganligi uchun bu yerda nimalar qimmat ekan, gostinitsalar. Ya'ni eng arzon gostinitsa $100 atrofida bir tun, bir kecha kunduz. Ommatan 120, 175, $200 ga qadar ekan gostinitsalar, 5 yulduzli mehmonxonalar. Biz mana bu gostinitsani birodarlarimizdan shu davlatning 5 yulduzli mehmonxonasi bo'lib, xorijiy mehmonlarni kutib oladigan, ya'ni otellar mumkin. Juda ham chiroyli, tarixiy qilib bir boshqacha stilda ishlangan ekan. Xo'p, bu juda ham xonalari ko'p. 5 qavatdan iborat bo'lib, 2-3 qism ekan. Ya'ni mana shu bitta zdaniya 5 qavat bo'lsa, bunda juda ham ko'p xonalar bor. Va bunaqa zdaniyadan bir nechta. Va gostinitsani territoriyasi ham juda ham katta, plashatkasi. Ko'rib turganinglardek bir oldiga mana bunday sun'iy ko'lchalar ham qilingan. Mehmonlar tashqariga chiqib aylanib yurishligi uchun bir prirodniy manzara qilingan. Xo'p, gostinitsani ichini hozir tanishtirib o'taman. Buni o'ng tarafida bundan ham super lyuks deydimi? Shunaqa xonalari bor ekan. Ya'ni bu ham juda bir tartibli, shinamgina qilib tushirilgan ekan. Mana bu yerdagi holatni yana bir ko'rsatib o'taman, chunki menga buni dizayni juda ham yoqdi, mashalloh. Bir tartib bilan ortiqcha narsa yo'q, chiroyli qilib solingan. Bu taraflar ko'rib turganinglardek har bir qismga juda ham ko'plagan xonalar ketgan. Xo'p, bizga berilgan xona, biz ommatan poytaxt bo'lishiga qaramasdan haligacha nima yo'q. Elektritstvo muammo endi sekin-sekin tartib qilinyapti. Bizda Idlib tarafda elektritstvo alhamdulillah muammo yo'q. Bu yerlarda hali ham muammo. Xo'p, mana Abu Mahdi 539-raqam. Taban kalit emas, balki mana shunaqa kartalarda tartib qilingan ekan. Buni bunday qilsak ochiladi. Xo'p, shinamgina boshqa davlatlarda studiya deb qo'yadi-yu. Shunday sharoitda qilingan ekan. Xo'p, hozirlarga ko'rsatib o'taman. Bu kiraverishda sharoitlari. Bu tarafni ko'rsatishim shart emas. Xo'p. Bu yerda esa mana kiyim-kechak va kichkina o'zini seyf ham bor ekan, mashalloh. Bu mana juda ham bir ajoyib stilda shinam qilib ishlangan ekan. U tarafi bir katta panoramli balkon. Mana bu oyna ochiladi va o'sha tarafga chiqaveriladi. Xo'p, endi pastki qismini hozir sizlarga tushib biroz tanishtirib o'taman inshaalloh. Qaranglar ey birodarlar, bir vaqtlar mujohid birodaringlar handaqlarda xayoliga ham kelmagan bu yerlarga kelishlik. Va o'sha vaqtning o'zida mana bu bosqinchi tog'utlar xayoliga ham kelmaganki bu yerlarni tashlab qochib ketishligi. Alhamdulillah, bu barchasi Alloh subhanahu va taoloning fazl marhamati. Va mana bu narsani biz doimo unutmasligimiz kerak. Xo'p, birinchi qavatni ham biroz sizlaman va qaranglar, bu stil Allohumma barik. Chiroyli holatda ishlangan ekan. Va tashqaridan ham hozir sizlarga biroz obzor qilib berishga harakat qilaman. Juda chiroyli, mashalloh. Bu yerda o'zini kichik bir do'konchasi bor ekan. Gostinitsa uchun maxsus.
stilda qaranglar. Mana bu ko'rib turganinglardek yana tashqariga chiqdik. Havo, qushlar sayrashi juda ham zo'r. Maşallah, havo juda ham toza. Ham bir muborak shom diyorini barakotlaridan. Mashinalar futuhatlar bo'lgandan keyin mana bunga o'xshagan yangi 2024-25-yilgi mashinalar kira boshladi. Ko'rib turganinglardek, mana bu Palisade masalan Koreyaniki. Ya'ni shunaqa qimmatbaho mashinalar ham bu taraflarga futuhatlardan so'ng kira boshladi. Chunki avval bular bu taraflarga faqat Bashar Asadga qarashli odamlar mingan bo'lsa, hozirgi kunda alhamdulillah oddiy xalq ham sotib olib minaveradigan bo'ldi. Sizlarga hozir mehmonxonani kattaligini va chiroyini ko'rsatishlik uchun mana tashqaridan bir ko'rsatamiz. Qaranglar, maşallah. Juda chiroyli. Aytib o'tganimdek, bu mana shu izdaniya barchasi bitta qism. Uni orqasida yana ham katta prezidentlarni kutib oladigan, bundan ham chiroyli qasr shaklida qurilgan super remont deydimi, anaqa super lyuks xonalari bor xullas. Mana bu sun'iy ko'li, hozir sizlarga uni ham ko'rsataman. Men o'zimni bir taassurotlarimni aytadigan bo'lsam, ya'ni poytaxt baribir boshqa ekan. Poytaxtni oldida Idlib shahri bo'lsin, boshqa joylar bir kichik, juda ham bir kichik joyga aylanib qolar ekan. Chunki baribir poytaxt hamma joyda rivojlanishda ham boshqa narsada ham kuchli bo'ladi. Bo'lib ham Damashqni tarixi juda ham kuchli. Damashqni tarixi butun ulamolar chiqqan, butun xalifalar yashab o'tgan joy bo'lganligi uchun avvalgi zamonda juda ham sivilizatsiya kuchli bo'lgan bu yerda. Mana bu katta trassa, u tarafda endi quyosh chiqdi ertalab bo'lganligi uchun sizlarga hozir sun'iy ko'lni ko'rsatish uchun kelyapman. Maxsus mana shu mehmonxona uchun sun'iy ko'l qilingan ekan. Juda qoyil qoldim. Nima deydi? Pokiza, juda ham tiniq suvlari. Va yana oilaviy kelinsa mana shu yerda aylanib nima qilinsa ham bo'lar ekan. Suvning atrofida deymizmi yoki mana bu yerlarda bemalol aylansa bo'lar ekan. Juda chiroyli. Bu uchun boshqa shaxsiy gostinitsalarga nisbatan arzonroq oldik. Alhamdulillah. Ya'ni biz birodar o'laroq to'g'ri tushunib, shunaqa mehmonimiz bor, kutib olishimiz kerak degan edik. Biroz yengilroq qilib. Lekin ommatan Damashq shahriga kelsangiz $100 atrofiga bir kecha kunduz turar ekansiz. $150 Idlibdan bir oyga uy ijaraga olishingiz mumkin. Ya'ni endi u baribir Idlib taraflari cheka bo'lganligi uchun ancha arzonroq ekan. Mana bu maxsus parkovkalar ekan, mashinalar uchun juda ham bir salqin qilib, daraxtlar bargiga o'xshagan palmani barglaridan qilib turib, mashinalarga sharoit qilgan ekan. Hozir qismul qusur, ya'ni ikkinchi qismni ham aylanib o'tib sizlarga ko'rsatishlikka harakat qilaman inshaalloh. Aziz birodarlar, hozirgi mehmonxonamizni chap tarafi, ya'ni yon tarafidan bo'lgan rakurs va bu yerda o'yingoh bor ekan. Maşallah. Ya'ni oilaviy kelinsa ham, birodarlar bilan kelinsa ham mana bunday pokiza holatda bo'lgan o'yingohlari, plashatkalari bor ekan. Bu yerda futbol deymizmi, basketbol deymizmi yoki yosh bolalar o'ynaydigan o taraflarda mayda o'yingohlari. Ular shunday bir ajoyib, shinamgina plashatkalari bor ekan. Subhanalloh, mehmonxona atrofi juda ham chiroyli ekan. Allohumma barik. Hozir u tarafga ketyapmiz. Ya'ni qasr tarafiga.
Bu taraf vallohu alam ichkari ochiqmi yo'qmi bilmadim. Lekin tashqaridan bo'lsa ham sizlarga, siz azizlarga bir ko'rsatishlikni xohlagandik. Bu anaqa bo'lardi, yoshligimizda maktablarda bo'lardi archa daraxti. Hidi juda ham zo'r. Aziz birodarlar, mehmonxonamizni orqa tarafdan rakursi. Mana bu yerda ham aylanadigan plashatka va yozgi kunga basseynlar bor ekan. Hamda chiroyli manzaralar. Hozir yana davom etyapmiz. Daraxtlar juda yoqdi, lekin menga baland bu palmalar bu darajada o'sishligi uchun uzoq yillar kerak bo'ladi. Keyin ajib juda ham zo'r daraxt. Negadir biz diyorlarda o'smaydi shu palma daraxti. Aziz birodarlar, mana sizlarga aytganim mehmonxonani qusur, arab tilida qusur deydi, shunga o'rganib qolibman. Qusur ya'ni o'zbek tilida ham aytadi qasr deb. Qasr tarafı. Bu hozir sizlarga ko'rsatganim oddiy mehmonxona bo'lsa, mana bu nima deydi? Davlat muassasasi va davlat mehmonxonasi. Xorijiy nimalar kelsa, boshqa davlat elchilari deymizmi yoki prezidentlari deymizmi, shu yerda kutib olinadi va har qanday bir uyushtirilgan narsalar, tadbirlar, shunga o'xshagan narsalar shu yerda bo'lib o'tadi. Buni eshigi alohida, narigi tarafda kirishda bu tarafning eshigi alohida edi. Buni eshigi mana bunday bu tarafdan ko'chadan alohida kelib, shunday bir chiroyli shaklda balandga ko'prikka o'xshab ko'tarilib, sun'iy ko'prik qilingan va mana bu zdaniyaga kirib ketilar ekan. Mana aziz birodarlar, tepadan rakurs. Hozir biz bu ko'prikdan chiqdik. Bu tarafda mana yana bitta eshik bor ekan. Bu mana shu spetsialniy xorijiy mehmonlar uchun. Bu taraf oddiy mehmonxona bo'lsa, mana bu taraf shu seminarlar, har qanday tadbirlar o'tkazadigan va ichida sharoitlari ham bor joy. Musulmon odam, mu'min odam hech qachon nima deydi, susayib yo'lidan, mana bu qo'ygan maqsadlaridan umidini uzmaslik kerak. Alloh taologa bir go'zal gumon qilgan holatda davom etishlik kerak. Negaki biz ham birodarlar futuhatlar bunday darajada tez bo'lib ketishligini xayolimizga ham kelmagan edi. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytamizki, bugun mana prezidentlarda qasriga Robbimiz o'zi futuhatlar bergan holatda kelib qoldik. Bu alhamdulillah Allohning fazli marhamati. Va mana bu narsani doim eslataman. Siz va biz mana bu narsani unutmasligimiz kerak. Xullas qisqacha aytganda, mana shu obzor. Endi birozdan keyin mehmonimizni kutib olgani aeroportga boramiz inshaalloh. Общий rakursda bitta ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda favvoralar, tagida mana bunday nimalar, nima deydi, svetlar nima qilinganki, favvora ishlaganda har xil rang suvlarni har xil rangda ko'rsatib berishlik uchun. Favvoralar ham xuddi men bu balandlikka chiqib ketganiga zina shaklida 1 2 3 4 5 6 7 8 qismga bo'linib turib ishlab ketilgan. Общий rakurs. Bu tarafda rakursi va mana bu tarafda rakurs. Juda ham chiroyli joylar. Albatta bu yerlar hozir qattiq qo'riqlanadi. Eshik tagida haros chiqadi bu yerda. Postlar bor. Hech kim qo'yilmaydi ichkariga. Ya'ni maxsus odamlar maxsus ruxsatnoma bilan kira oladi bu yerga. Subhanalloh. Ichimda o'tayotgan his-tuyg'ularning ba'zilarini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Shom diyori shu bir fazilatlaridan biri shuki, inson nima uchun yashaydi o'zi? Hamma xotirjamlikka harakat qiladi. Tog'utlar ham zulm qiladi, zolimlik qiladi, oddiy xalqni, ya'ni mazlum xalqni zulmni ichiga tiqib tashlab, ya'ni
asl maqsad nima? Xotirjam yashashlik. O'sha boylik orttiradi, chiroyli uylar soladi va oxir oqibat xotirjamlik maqsad. Hammaning nimasi maqsadi xotirjamlik. Lekin islom bilan yashashligi insonda boshqacha xotirjamlik beradi. Bu narsani tarix ulamolarimiz aytganki, bizning qalbimizda shunday narsa borki, uni agar podshohlar bilganida edi, biz bilan jang qilib yurib olardi, deydi-da. Mana bu narsa nima deyilsa, xotirjamlik. Inson dindagi xotirjamligini topib olgandan so'ng, u qayerda bo'lsa ham Allohning izni bilan baxtli bo'ladi. Bo'lib ham Shom diyorida ajoyib bir sakinat bor. Mana qarib ekanmiz. Bu yerda nimaga sahobalar yashab o'tdi? Bu yerda nimaga onalarimiz, ummahatul mu'minin, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollari, qizlari yashab shu yerda vafot etgan. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam Shomni maqtaganligi, bu haqida ko'p hadislar kelganligi va bu yerning barakotini u kishilar. Shuning uchun bu yerda bir boshqacha inson xotirjamligini his qiladi. Bu narsani aytib berishlik qiyin. Albatta endi nima deydi? Boshida kelib ba'zi narsalarga o'rganish qiyin bo'lar, ba'zi nimalarga, odatlarga, lekin ommatan olib qaraganda dinini saqlayman degan odamga haqiqiy bir xotirjamlik diyori inshaalloh. Aziz birodarlar, shu o'rinda yana ba'zi bir savollarga javob berib o'tishlikka harakat qilaman. U savollardan biri shuki, bugungi kunda tashqaridan insonlar kela oladimi? Va kelgan odamlarga tartiblar qanday bo'ladi? Albatta bunga nima deydi? Yangi hukumat, yangi boshqadi, lekin ommatan kelgan insonlar 10-15 kun bez viza vallohu alam kelib yurishligi imkoni bo'ladi. Lekin unda ham har qanday keladigan odamga bundan buyoqgi janglar tugaganligi uchun har qanday josuslar ham kelishi mumkin. Qattiq tekshiruv bo'ladi. Bu narsaga ya'ni tayyor bo'linish kerak. Chunki tekshiruv bo'lmasa ham bo'lmaydi. Bu yerda ham o'ziga yarasha mujohidlarni, musulmonlarni xavfsizlik xizmati bor. Qattiq tekshiruvdan o'tadiki, bu odam sog'lommi va mana bu narsalarga amin bo'lgandan so'ng keyingi tartibotlar qilinadi. Xo'p, lekin uylar ko'pchilik so'raydi. Uylarning bahosi o'tganda videolarda ham aytib o'tganmiz. Chekalardan, ya'ni poytaxt emas, balki Idlib yoki shunga o'xshagan bir chekaroq, Suriyani bir chekaroq qismlaridan 15-20 ming, 25 ming dollargacha yer uy ham, dom ham olsangiz bo'ladi. 2 xona, 3 xona shu atrofida. Lekin mana bu poytaxtlarda Halab deymizmi yoki mana bu Damashqda 50 mingdan boshlanadi. Juda ham qimmat. Poytaxt ya'ni stolitsa va katta-katta shaharlar hamma davlatlarda o'zingizlar bilganinglardek narxlar qimmat. Va yana mashinalar avval bizda juda ham arzon edi. Futuhotlardan keyin xalq nima deydi? Katta talab bo'lganligi uchun narxlar juda ham ko'tarilib ketdi. Hozir sekin-asta iziga tushyapti, alhamdulillah. Ya'ni bir yaxshi o'rtacha xizmat qiladigan mashinani 7 ming, 10 ming dollargacha olsa bo'ladi inshaalloh. Shu ba'zi savollaringizga qisqacha javob berib o'tdim. Yana qanday sizlarni savol qiziqtirsa, izohlarda qoldirsanglar, qo'ldan kelganicha javob berishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Mana bu qiziq ma'lumotni qaranglar. Bu mehmonxona mana bu yerga juda katta qilib basen qilingan. Ya'ni uzunligi qancha desam bo'ladi, bir 30 metr bo'lish kerak. Nima demoqchiman? U taraf detski, ya'ni yosh bolalarga ekan. Arab diyorlari ajoyib, ya'ni suv tanqis bo'lishiga qaramasdan shunaqa basenlarga yomon e'tibor beradi. Agar biz diyorlarga borib qolsa, hamma yoqda basen qilish bo'lsa kerak. Suv bu yerda tanqis, biz diyorlarga o'xshab. Qaranglar, bu joydan rakurs juda ham go'zal. Endi albatta u davrda bosqinchi Bashar Asad davrida bu yerlarda mumkin har faxshlar, seminarlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin buni bu yog'iga Allohning izni bilan bo'lsa ham, ya'ni bir chiroyli go'zal davralar, ayollar alohida, erkaklar alohida holatda bir chiroyli tartibga qo'yiladi inshaalloh. Muhimi, ya'ni
ajoyib e'tibor berishadi. Qayerga yer yuz solsa, aksar holatda mablag'i bor inson basen qiladi bu yerlarda. Lekin tartibi yo'qdi. Daraxtlar, bu yerda o'yingoh, plashatka, bu taraf basen. Juda bir chiroyli tartib qilingan ekan, maşalloh. Aziz birodarlar, sizlarga bu tarafni ham ko'rsatkim keldi. Mehmonxonaning ichida maxsus seminarlar o'tkazadigan joylar ekan. Eng qiziq bitta ma'lumot aytaymi? Bu yerda endi nima deydi? Katta xorijiy davlatlardan kelib mehmonlar kutib olingan. Kecha birodar bilan gaplashsam, Ramazonda masjid qilinib tarovih o'qildi. Mana shu nimada deyapti. Alhamdulillah. Seminar o'tkazadigan joyda. Allohning fazli ila yusralar qiladi. Birinchi marta namozlar o'qildi mana bu joylarda. Allohning rahmati, Allohning buyrug'i bo'lgan namozlar o'qilib, mana bu joylarga ham fayz kirdi, alhamdulillah. O'rtadan rakurs, bu eshik boya o tarafini ko'rsatdik. Shunaqa yani. Aziz birodarlar, Damashq xalqaro aeroportiga birodarimizni kutib olgani yetib keldik. Subhanalloh, kim o'ylabdi debski, kecha kuni bu yerlar orzu edi. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Allohning fazli ila qolgan qadrdon birodarlarimizni ham muborak Shom diyorida inshaalloh kutib qolamiz. Alloh ajrlar bersin barchalarga, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Aziz birodarlar, xalqaro aeroportdamiz. Ajdaniya zalida turibmiz. Mana odamlar Qatardan uchib kelayotgan reysni barcha kutib turibdi. Inshaalloh bir 10-15 daqiqada qo'nar ekan. Shu bilan videoni balki shu yerda to'xtatamiz, chunki nima deydi, u yoqdagi birodarimizni, kelayotgan birodarimizni tasvirga tushira olmaymiz. Allohdan so'rab qolamiz, sizlarni ham muborak Shom diyoriga kelishinglarni va yaxshilik kunlarda mana bu muborak joylarda ko'rishlikni barchalarimizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.